8 ta zaryadkani o'rnini bosadi deyilgan. Mana bu yerga 40 vatt kuchlanish, mana ko'p hammasiga 40 vatt yozib qo'yilgan. Mana maksimalniy 40 vatt. Buni ochganimizdan keyin mana ichi bo'sh, mana ochganimizdan keyin yana ikkita korobka chiqadi. Bitta korobkani ichiga mana bu semi qadimgi radiolarga bo'ladi. Zaryadkani o'zi. Mana bitta Type-C bor. iPhone'lar uchun Type-C, qolgani USB razyon. Davайте ishlatib ko'ramiz. Mana sразу 5 ta narsa qo'shdim bunga. Qolgan topolmadim, 3 tasi bo'sh qolib ketdi. Buni ikkitasi fonar bo'ladi, mana birinchi fonar, mana ikkinchisi switch. Fonarmi switch, mana farqi bor. Keyin 3 ta telefon. Mana birinchisi Samsung telefon, elektr foizi zaryadi bor, 1 soat 16 minut ko'rsatdi. Mana bunisi Xitoy telefoni qarabchi. Undan keyin mana bitta oq sim bor. Type-C ga qo'shib qo'yaman iPhone'ni. Hozir shu bilan videoga olaman. Bu yomon emas, zakonni.